Bunaqa shirinlikni aniq yeb ko'rmagansiz. Sababi bu pishirilmaydigan tort. Bor yo'g'i 10 daqiqada tayyor qilsangiz bo'ladi. Birinchi bo'lib krem tayyorlab olamiz. Manda Pumerkini 45% qaymog'i va slivkidan foydalandim va sgushonka solib yaxshilab mikser qilamiz. Juda ham qattiq holatga kelmasidan to'xtatamiz. Sababi kremimiz o'ta qattiq bo'lmasligi kerak, mayin bo'lishi kerak. Shunaqa holatga kelganda to'xtatganimizdan keyin idishimizni olamiz va uyimizda bor pechenyelarni sutga botirib shunaqa terib chiqamiz. Ustidan morojniy kremimizni surib, uyingizda bor xil mevadan tersanglar bo'ladi. Agar bo'lmasa, umuman solmasanglar ham bo'ladi. Menda banan bor edi. Bananni chiroyli qilib terib yubordim birinchi qatoriga. Ustidan yana yupqa qilib kremni bitta surib yuborib, yana xuddi shu narsani takrorladim. Pechenye krem qilib, ustini xohishga qarab bezatasiz. Xolodilnikka 1 soatga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi-yu, lekin qo'ymasdan turib sirazi yevorsangiz ham bemalol bo'ladi. Shunaqa mazali, yumshoq tort tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring.